ishlatgan gazligi uchun pullarni to'lab beramiz hisob raqamlariga. Kun bo'yi ishlab boshim og'rib ketdi. Abdurahim, Brat ko'rsam hayotda qiziqishim ortadi. charchamadingmi ro'zalarda? Bo'ladi. Boshlaring og'rib ketmadimi? Amallaymiz. Sen bilan birga hozir yutuvli savol javob qilamiz. 3 ta savol beraman. Uchala savolimga to'g'ri javob bersang, Hop. hisob raqamingga ishlatgan gazing pulini to'lab beraman, ukam. Yer rahmat. Bo'ldi. Hop. Qanaqa savol, aka? Qiziqsin. O'yiniga o'xshayapti. Elektromontajning nimadan qo'rqadi? Tok urishidan qo'rqadi, aka. Hop, bunisi to'g'ri. Gaz montajningchi. Gaz sizib chiqishidan qo'rqadi, aka. Uchinchisini men topolmasang kerak. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Santexnik nimadan qo'rqadi? Santexnik? Ha, santexnik. Aka, normalniy gapiring, hay. Bilmadim, lekin o'ylantirib qo'yadigan savol bo'ldi, aka. Topolmading-a? Topolmadim. Hammasiga kulib qo'ydim. Takrorlayman. Hammasiga kulib qo'ydim. Aniq bilaman, gaz ta'minotining podpishchiklari bu savollarimizga hammasiga to'liq javob berishadi. Birinchi 3 ta to'g'ri javob yo'llagan odamga ishlatgan gazligi uchun pullarni to'lab beramiz hisob raqamlariga.